Bismillah va salatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Tish pastasini ishlatishlik va misvak ishlatishlik ro'zani buzmaydi. Tish pastasida bir maza bor, ya'ni mazasi og'izga bilinadi. Lekin ta'm ro'zani buzmaydi. Masalan, dengiz suvi bilan tahorat qilsa, ro'za buzilmaydi. Bunda bil ittifoq. Ya'ni ro'za dengiz suvini og'izga solib ko'rgan odam biladi. U tish pastasi mana qolib ketadi u mazasini oldida. Shunday og'izga solgandan sho'r hamma joyga odam badaniga bilinadi. Demak, bu narsani bilishligi tomoqdan o'tdi degani emas bu. Vallohu alam, tish pastasi bilan tish yuvganda hech qachon tomoqdan ichkariga bir narsa o'tadi deb aytib bo'lmaydi. Chunki insonni o'zi fitratan ichkariga yutish emas, o'zi tashqariga chiqarishlikka harakat qiladi. Tish pastasi bilan yuvishlik yoki musvakda ishlatishlik, musvakda ham ta'mi bor. Achchiq ta'mi bo'ladi musvakda. Demak, bu bilan nima qilishiga hech qanday zarari yo'q. Ba'zi ulamolar, Imom Shofiy rahimahulloh, zavoldan keyin og'izni yuvmaslik, misvak bilan yuvmaslikni gapirganlar. Nima uchun desa, og'izni hidi ketib qoladi. Chunki og'izdagi haligi hidlangan hidi Alloh taoloning huzurida, ya'ni misk hididan ham yaxshiroq degan hadisda olib turib aytganlarki, demak bu hidni, ya'ni og'izda sasib turishligini yo'qotmaslik kerak deb shunday tushunganlar. O'zi asli hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni la khalufu fami soim atyabu indallohi min rihil miski aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni ro'zador odamni og'zidan keladigan hidi Allohning huzurida miskdan ko'ra xushbo'yroq martabada turadi. Ya'ni bu degani, demak, Allohning huzurida degani, Alloh taolo buni o'sha og'izdan kelayotgan hidini ya'ni juda ham yaxshi bir o'ringa qo'ygan degani. Bu degan hidni yo'qotib qo'ydigani emas bu. O'zi aslida ro'zador odamda keladigan hidi og'izdan emas, u ichkaridan ovqat yemagandan keyin oshqozondan kelayotgan hid bo'ladi bu. Demak, jumhur aimmalar aytishganki, yo'q, bu hadis bunaqangi qilib tushunilmaydi. Ya'ni ro'zadorga maqtalingan narsa. O'zi asli shunday misvak ishlashlik asli sunnatda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agarda men ummatimga mashaqqat bo'lishidan qo'rqmaganimda edi, ularni har namozda misvak ishlatishlikka buyurardim deganlar. Demak, misvak ishlatishlik shariatda bor bo'lgan narsa bo'lgandan keyin bu ro'zani buzadi degan hech bir dalil yo'q. Allohu a'lam.